çöçür etip bakandık dostlar. Başlap kettik hamısa. Aldı bilan şorpuğa keterlik go'shtimizni to'nglatqidan chiqarib, muzdek suvni qo'yib, o'tqa qo'yibla qaynagan vaqtda ko'pikchilarni ilib tayyor qilib, qo'y go'sht bir tarafdan pishiverdik. Qiymimizni tayyorlab oldik. Qo'y go'shtimizni ushshaq to'g'rab olgandan keyin piyoz, zira, qarmoch, azroq oqmoshlardan silib, qo'limiz bilan obdan mijib tamlantirib olamiz. Bu yerda cho'qqum qo'limiz bilan mijimizda qo'shiq cho'k ishlatmaymiz. Cho'chur qiymisining yeyishlik bo'lishining sababi dal mush yerda. Bularni tayyor bo'ldi, qaynayotgan sho'rpimizni unutab qolmaymiz. Piyozni soldik, tuzlarini soldik. Bu yana bir tarafdan qaynayapti. Qaranglar qiymimiz shunda o'zlik tamlik qiyma bo'ldi. Sho'rpimizga davomli yana pomidorni to'g'rab 5 chida savatdik. Pomidorni 5 chida savatgan vaqtimizda oxirida sho'rpa qaynab bo'lguncha qip-qizil o'zlashib shunda chiroyli chiqdi. Endi xemirni shunda yaxshi yeyib qatlab tayyor qilib oldik. Endi cho'k kichikligini o'zimizdan yoqtirishga qarta kesib olsak bo'ldi. Biz bak kichik shunda kichik kasdiq mututtuk, umoq chechirlarni ajr qilib tugaylaydi. Sho'rp so'rishda o'xshaydi deb miyada sho'rpini to'xtamay so'rib qo'ydim. Vaqtdan vaqt chiqarib, endi mana tugishga boshlab ketdik. Qaranglar mututtuk jildimizga mana shunday qo'shiq bilan ko'dinglarmi cho'chir tugish usulini o'qimaydigan do'stlar. Mani ko'rib olsanglar bo'ldi, mushkil usulda cho'chirlarni tugib patnus taqs-taqslarga to'shqizvatdik. Uruq tuqqanlar olash o'ltib shunda jiq tugivatdik. O'zimiz sap yeymiz, oshqini to'ngiltib olamiz deb mushta qulaylik yer bormasmi to'ngiltib, xalg'anda sap yeydigan. Cho'chirnim tugib bo'ldik. Endi sho'rpa sinjog'ini savatgandan keyindilla savzi bilan chamg'urni ranglik yeyishlik chiqsin deb to'g'rab savatib go'shtlarni suzib avitibla. Mao cho'chirni odam beshiq to'g'irlab, chinida shundaq milchallab silishga boshladim. Ummoq cho'chirlarim isrof bo'lib ketmasin deb o'yladim-da bu yerda. Andan samsoq tuzlarni tangshapla, mana cho'chirlarimiz qaynab pishishga boshladi. Shunda quyuq sho'rpaning ta'mi mututlik cho'chirlar o'xshab ketdi. Abay suzib olgan go'shtlarning bir qismini qachiq to'g'rab soldim, osh ko'kinim savatdim. Ba'zilar osh ko'k yaxshi ko'rdi, ba'zilar yaxshi ko'rmaydi. Shuni qachiq solgandan eng yaxshi ko'rma qozonga solgandim. Andan har bir qachiq tangshab cho'chirimizni usibla bir ishga ilashtirib osh ko'klarimiz ustiga laylab chiqdi. Andan cho'chirning yarishqi abay pishirib olgan go'shtlarni pach har bir qachiqlar silib mehmonlarga illiq mehrim bilan sundim. Mushaga kelganda o'ylab qoldim, sizga maxsus vaqt chiqarib cho'chir etib bergan odamni cho'qim qadrlang, chunki cho'chir etish mana shunday qo'l tutadi, shunday ajr mehnat talab qiladi. Agar to'g'ri deb qarsangiz, sizmi bir tal yurkingizni berishni unutib qolmang.